Men butun umr killer bo'lganman. Odamlarni pul evaziga o'ldirardim. Oxirgi topshiriq nazoratdan chiqib ketgani uchun meni politsiya tutib oldi. O'tirib chiqib qaytganimda esa singlimni kimdir o'ldirgan ekan. Endi esa qotilni topishim kerak. Ha, shundan keyin uni qaytib ko'rmadim. Lekin yaxshi yigit-da. Ha, lekin men unga aytgandim, ular bilan aralashma, ularning ishiga qo'shilma deb. Yigitlar, iltimos, sal sekinroq suhbatlashinglar. Sen bir kimsan o'zi o'zingiz bizga massiz aql axir. o'rgatadigan? Hozir do'stimiz kelsin, ko'rsatib qo'yadi bizga aql o'rgatish qanday bo'lishini. Men sizlarga yomon 5 gap aytganim yo'q, daqiqaga shunchaki chiqqanda, sal ko'rasan sekinroq qaytganda. gaplashinglar deyapman. Bizga o'rgatadigan sen qoldingmi hali? Ha, Jim hozir bilganingizni kelsin, qiling burnini yerga shap qo'yadi. Hozir kelsin, do'stim ko'rsatadi senga. Aha, ko'rsatadi. Oh, mana o'zi ham keldi. Shunisi. Jim, mana bu yigit bizga aql Tebriklar. o'rgatyapti. Mayli. Do'qon oshib ketibdi. Nima deyapti? Jim o'tirishimiz kerak ekan. Hoy, yigitcha, senda hozir muammo paydo bo'ldi. Yo'q. Shunchaki qandaydir tushunmovchilik bo'ldi xolos. Muammo aslida sizlarda. Nima? Sizlar bor yo'g'i 4 kishisizlar. Aslida esa sizga bundan ko'ra ko'proq odam kerak bo'ladi. Ne ko'z bilan ko'rayki, ozgina ichib o'zingga ishonib yuboribsanmi? Shunaqa qilyapti. Ko'rsatib qo'y. Jenursin yigitlar, uni uringlar. O'zingiz xohladingiz. Qani kelinglar. Mana. Biroz otishni ham unutib qo'yibman. To'rt devor orasida o'tiraverib, hech qisi yo'q. O'zimga kelaman. Tinchgina o'tirishimiz mumkin edi. Jenursin, janob, bu nimasi? Nimaga ularni o'ldirdingiz? O'zlari ishlashdi. Umid qilamanki, politsiya chaqirmaysiz. Qanaqasiga shuncha ishdan keyin politsiya chaqirmasligi mumkin? Shunaqami? Ha, hammasini politsiya. Politsiyaning jinim suymaydi. Yaramas politsiyachilar. Umid qilamanki, hech bo'lmasa singlimni qotilini topishadi. Floslar. Nihoyat, shuncha yildan keyin yana singlim bilan ko'rishaman. Bu dunyodagi yagona yaqin insonim. Mayli. Qanadir chol, mayli. Yaxshi. Hayajonlanib ketyapman. Umid qilamanki, uyda bugun. Hoy. Kimdir bormi? Kate, eshikni och. Lekin ertalabdan balki uxlayotgandir hali. Xo'p, mayli. Tushunursin, eshik ochiq. Qaytganingiz bilan. Demak, tayyorlanib turgan ekan. Ichkarida syurpriz qilib turgan bo'lsa kerak. Ajoyib. Mayli. O'zimni xuddi sezmagandek tutishim kerak. Kate, bu yerda bo'lsa kerak. Bo'pti. Sal Xudo la'nati. Tushunursin, uyda kimdir bor menimcha. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Tushunursin. Faqat bu yo'q. Tushunursin. Kim bor uyda? Yaramas. Sekin. Bu yerda hech kim yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Tush ko'ryapman. Axir Kate. Kim seni bu ahvolga soldi? Yaramaslar. Nafas olmayapti. Tushunursin. Yo'q. Tushunursin. Bo'lishi mumkin emas. Axir qanaqasiga? Telefoni bo'lishi kerak. Politsiya chaqirish kerak. Xo'sh. Hozir 611. Allo, politsiya. Allo, politsiya ishtadi. Island 12 ga kelinglar. Birinchi raqamli uy, birinchi qavatdagi. Faqat tezroq iltimos. Janob Derb, sizni ishontirib aytishim mumkinki, eng yaxshi mutaxassislarimiz bu ishni olib borishadi va qotilni tez orada topamiz. Siz xavotir olmang. Xo'p, sizga ishonaman. Menga ishonishingiz mumkin. Biz buni shunchaki qoldirmaymiz. Katta rahmat sizga. Aytgancha, singlingizni telefonni berishingiz mumkinmi? Bu hammasi ekspertiza uchun kerak bo'ladi. Albatta, hammasiga tayyorman mana. Rahmat. Bo'pti. Men unda ketsam bo'ladimi? Ha, ketishingiz mumkin. Bo'pti. Sizga ishondim yana bir bora. Ha, ishonishingiz mumkin. Yaramaslar hali javob berishadi. Unga sovg'a olgandim. Afsuski, sovg'ani endi hech qachon ocholmaydi. Gul ham endi unga kerak bo'lmaydi.
Qabrida kerak bo'lishi mumkin xolos. Ifloslar axir u hech kimga yomonlik qilmagandi. Qanaqasiga? Kim uni o'ldirishi mumkin? Hattoki 20 ga ham kirmagan edi Keyt. Xotinimdan keyingi yagona mehribon inson edi. Endi nima bo'ldi? Endi dunyoda yolg'iz qoldim. Qamoqdaligimda ham meni yashashga undaydigan kuch bu. Keytni tirikligi edi. Uni yoniga qaytish edi. Endi esa shu yerdan sakrasam ham hech narsa bo'lmaydi. Meni kutadigan odam yo'q. Shu zaynda 3 kun o'tdi. Umid qilamanki ular hech bo'lmasa iziga tushishda yaramasni. Assalomu alaykum. Va alaykum, xush kelibsiz. Menga komissar o'zlari shu yerda ekan. Janob komissar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, nima bo'ldi, qotilni topdingizmi? Hozircha yo'q, dalillar yetarli emas. Demak, kimdandir shubhalanyapsiz, to'g'rimi? Yo'q, atrofda kameralar ham yo'q, hech narsa yo'q. Va qotilliklar bu yerda tez-tez bo'lib turadi. Shuning uchun ham hammasiga ulgurishimiz kerak. Hammasiga axir nima demoqchisiz? Singlimni ishini tashlab qo'yasizmi? Afsuski bir muddat shunday qilishga majbur bo'laman. Lekin mendan G'alati, bu nima qilganing? Jun ursin. Bo'ldi. Muammo hal bo'ldi. Sizlar ishni olib borib Jinursin sekin. Bu yerda kim bor? Stop. Sekin. Kimdir bormi? Jinursin, menimcha bu yerda kimdir bor. Va aytganingizni qilaman, faqat o'tmang, iltimos qilaman sizdan. Rahmat. Yo'q. Sizlar ishni olib bormasangiz, o'zim olib boraman va bu yerda qancha qon to'kilishini menga qizig'i yo'q. Bu yerda qurollar bo'lishi kerak. Bepul quroldan bosh tortmayman, ayniqsa skotlarniki bo'lsa, yaxshi. Ajoyib. Bu yerda faqat qurollar, patronlar shu atrofda bo'lishi kerak. Mana, yaxshi. Yetadi. Agar biror nima bo'lib qolsa, yana qaytib kelaman yoki do'stlarimdan birortasiga qo'ng'iroq qilaman. Hozircha esa shu ham yetadi. Agar shug'ullanishganda odamga o'xshab, balki bugun qon to'kilmagan bo'lardi, lekin o'zlari shuni istashdi. Endi esa Keytnikiga qaytish kerak. Mana o'sha hodisa yuz bergan mashhur. Umid qilamanki, hech bo'lmasa ichkariga kira olaman. Agar kira olmasam ham hech qisi yo'q, eshikni buzaman. Ana u chol, balki u biror nimani bilar. O'ylashimcha bu yerda har doim o'tirsa kerak. Assalomu alaykum bobojon. Va alaykum assalom bo'ldim. Kela qol nima olasam? Bu yerda hech narsa olmoqchi emasman, shunchaki so'ramoqchi edim. Shu yerda har doim turasizmi? Ha, bu yerda har doim turaman. Yaxshi. Oxirgi vaqtlarda bu uyga g'alati odamlar kelganini ko'rmaganmidingiz? Bilsangiz kerak, bu yerda bir qiz o'ldi. Ha, esimda. Xullas, u mening singlim edi. Hamdardligimni qabul qilib bo'laginam. Rahmat. Bilasan, men bu yerdagi hamma yashaydigan odamlarni hammasini taniyman, lekin o'sha kuni, ya'ni politsiya kelishdan avval sen kelding. Sendan avval esa bir g'alati tariq kiyimli yigitni ko'rgan edim. Yuzida tatuirovkasi ham bor edi. Xullas, boshqa hech narsani bilmayman. Katta rahmat sizga bobojon. Arzimaydi yordam tekkan bo'lsa. Afsuski kameralarim yo'q bu yerda, lekin ana bu yerda bank bor albatta. Biror nima qilib ko'rishim mumkin, lekin avval uyga kirib chiqish kerak va narsalarni tekshirish kerak. Lekin politsiya hammasini olib ketgan bo'lsa kerak. Ammo baribir ham bir ko'rish kerak. Jenarson. Okey, yopiq bo'lsa yopiqda. Eski usuldan foydalanamiz. Bo'ldi. Xo'sh, endi ajoyib, hammasi ochiq. Afsus. Balki sal avval kelganimda hammasi yaxshi bo'lardi. Bo'pti. Xo'sh. Narsalarni titklab ko'rish kerak. Yaxshi. Bombosh. Lekin stop, ana yerda nimadir bor. Xo'sh. Manzil varaqam yozilgan. Bu yerda uchrashuv sanasi ham bor. Bugun. Seshanba, bugun. Soat 12 da. Xo'sh, hozir albatta menda soat yo'q, lekin tushlikka yaqinlashib qoldi. Demak, agar hozir borsam o'sha yerga ulgurishim mumkin. Xo'sh, manzil shu yerda birinchi ko'cha naridagi lavash tayyorlaydigan kafe. Okey. Hozir o'sha yerga otlanaman.
Agar ulgursam o'sha yerda bo'lishim aniq va keladigan odamni ham kutib olaman. Faqat tezroq borish kerak u yerga. Aks holda ulgurmasligim ham mumkin. Ha, ketdim. Yuzida tatuirovkasi bor yigit kim bo'lishi mumkin? Ha, mayli. Asosiysi yetib keldim va bu yerda bir jitel turibdi, ammo jitel bo'lmasligi mumkin. Xo'sh, hozir undan telefonni so'rab ko'raman va janob jitel, assalomu alaykum. Va alaykum, nima xizmat? Telefoningizni berib tura olasizmi? Albatta, mana. Katta rahmat. Xo'sh, agar bu aynan o'sha bo'lsa, raqam xo'sh, yaxshi, 918 90. Xo'sh. Yo'q. Buni raqam emas, yaxshi va qo'ng'iroq bo'lyapti. Okey. Alo. Assalomu alaykum. Sizga bir savolim bor edi. Mabodo Kate degan qiz bilan tanishmasmisiz? Shunchaki u menga raqamingizni bergan edi, o'zi esa negadir ko'rmay qoldi. 100% shu. Endi esa uni qandaydir qilib uchrashuvga ko'nirsam bo'lgani. Janob jitel, katta rahmat telefon uchun. Mana olishingiz mumkin. Sizga tushganim yaxshi albatta, lekin uni qanday qilib chaqirsam bo'ladi? U meni o'zimni tanib qoldi. Endi esa biror nima qilish kerak, lekin qanday chaqirishni bilmayman. Axir uni tanimasam balki yo'q, bo'lishi mumkin emas. Axir menimcha Kate'ning uyida yana bir bora tintuv qilib ko'rishim kerak yoki politsiyaga qaytib narsalarni o'zim tiklashim kerak. Biror nima qilmasam bo'lmaydi. Men u yigitni albatta topaman.